Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida paxta terimidan ayollarni mindirib qaytayotgan Labo Cobalt bilan to'qnashdi. Bu paytda Labo bortida 16 nafar ayol bo'lgani aytilmoqda. Kunuzning aniqlik kiritishicha, holat 3-oktyabr kuni kechga yaqin sodir bo'lgan. Fermer boshqaruvidagi Labo qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Cobalt bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda fermerning o'zi hamda terimchi ayollar turli darajada tan jarohati olgan. Ayollardan biri singlim, hozir Sherobod tumani shifoxonasida, yelkasi singan. Shifokorlar jarrohlik amaliyoti o'tkazish zarurligini aytmoqda. Yana bir ayolning tos suyagi, boshqasining qovurg'asi singan deydi jabrlanuvchilardan birining yaqin qarindoshi. Uning qo'shimcha qilishicha, fermerning o'zi ham shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Og'ir tan jarohati olganlar Termiz shahridagi shifoxonaga olib ketilgan. Jabrlangan ayollardan biri 4 ta qovurg'asi singanini, hech kim yordam bermayotganini aytgan. Yana bir jabrlanuvchi Salima Murodova esa fermerning akasi 2 kun xabar olib turganini, keyin u ham kelmay qo'yganini ma'lum qilgan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hozircha holat yuzasidan munosabat bildirmadi.